Agar siz telefoningizga kelgan SMS, bank kartangiz, kredit, jarima, soliq, ijtimoiy to'lov yoki shaxsiy ma'lumotlaringizga beparvo qarayotgan bo'lsangiz, zudlik bilan bu videoni ko'ring. Chunki bugun men aytadigan ma'lumot har bir odamga tegishli. Talaba, nafaqaxo'r, tadbirkor, ishchi, uy bekasi, haydovchi, chet elda ishlayotgan yurtdoshlarimiz va hatto mening kartamda ko'p pul yo'q deb o'ylaydigan insonlarga ham. Men bu mavzuni mutaxassis sifatida oddiy tilda tushuntiraman. Chunki ko'pchilik aynan bilmagan joyidan zarar ko'radi. Videoni hoziroq oxirigacha ko'rishga qaror qiling. Kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p odam o'zini himoya qila oladi. Avval odamlar pulini asosan naqd saqlardi. Firibgar kimnidir aldamoqchi bo'lsa, uning uyiga kelishi, bozorda uchrashishi, biror hujjat ko'rsatishi yoki og'zaki ishontirish kerak edi. Ya'ni xavf bor edi, lekin u ko'proq yuzma-yuz holatda bo'lardi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Telefon raqamingiz, pasport ma'lumotingiz, bank kartangiz, ilova parolingiz, SMS kodingiz, hatto ijtimoiy tarmoqlardagi oddiy sahifangiz ham pulingizga, nomingizga va huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Men ko'p hollarda odamlar menga hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaganini ko'raman. Lekin bugungi firibgarliklar boy odamni emas, beparvo odamni qidiradi. Hisobingizda 1000 so'm bo'lishi ham 5 million so'm bo'lishi ham farq qilmaydi. Muhimi firibgar sizning nomingizdan kredit olishi, kartangizdan pul yechishi, telefon raqamingizni egallashi, tanishlaringizdan qarz so'rashi yoki sizga soxta qarzdorlik chiqarishi mumkin. Eng xavfli tomoni shundaki, bularning ko'pi bir necha daqiqada sodir bo'ladi. Oldin bankka borib, ariza yozib, navbat kutib, hujjat topshirish kerak bo'lgan ishlar hozir telefonda bajariladi. Bu qulay albatta. Lekin qulaylik bilan birga mas'uliyat ham oshdi. Agar siz bank ilovasiga kirish kodini boshqa odamga aytsangiz, agar SMS kodni tasdiqlash uchun deb yuborsangiz, agar noma'lum havolaga kirsangiz, muammo boshlanishi mumkin. Men aynan shu yerda ogohlantirmoqchiman. SMS kod, pasport rasmiy, karta raqami, karta amal qilish muddati va telefoningizga kelgan tasdiqlash xabarlari oddiy narsa emas. Bular sizning raqamli kalitingiz. Birinchi muhim qo'yda bank soliq organi, davlat idorasi yoki to'lov tizimi xodimi sizdan hech qachon SMS kodini so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib hisobingiz bloklanmoqda, kredit rasmiylashtirilyapti, pul o'tkazmasini to'xtatish kerak. Kompensatsiya olasiz. Yutug'ingiz bor. Kartangizni tekshiramiz desa va kod so'rasa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Men bunday holatda gapni cho'zmaslikni tavsiya qilaman. Telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Masalan, bir odamga bank xavfsizlik bo'limidanman deb qo'ng'iroq qilishadi. Unga sizning nomingizga 8 million so'mlik kredit olinmoqda. Hozir to'xtatmasa kech bo'ladi deyishadi. Odam vahimaga tushadi. Firibgar aynan shuni kutadi. Keyin telefoningizga kod bordi. Uni aytsangiz operatsiyani bekor qilamiz deydi. Aslida esa bu kod kreditni tasdiqlash, ilovaga kirish yoki pul o'tkazish kodi bo'lishi mumkin. Odam kodni aytadi, 2 daqiqadan keyin kartadan pul ketadi yoki nomiga majburiyat paydo bo'ladi. Keyin men hech narsa olmaganman deyish juda qiyinlashadi. Chunki tizimda tasdiqlash sizning telefoningiz orqali o'tgan bo'ladi. Ikkinchi qoida, havolalarga ehtiyot bo'ling. Sizga posilka keldi. Jarimangiz bor, subsidiyaga ariza topshiring. Kompensatsiya olishingiz mumkin. So'rovnomadan o'ting va pul yuting degan xabarlar ko'p uchraydi. Bunday xabarlarda ko'pincha rasmiy saytga o'xshagan, lekin aslida soxta havola bo'ladi. Bir harf farq qilishi mumkin, nuqta yoki chiziq boshqacha bo'lishi mumkin. Sayt dizayni esa rasmiy saytga o'xshatib qo'yiladi. Siz karta ma'lumotini kiritasiz, keyin pul yechiladi. Yoki telefoningizga zararli dastur o'rnatiladi. 3-qoida. Qarindosh yoki tanish nomidan kelgan xabarga ham darhol ishonmang. Bugun firibgarlar odamlarning messenjer akkauntlarini egallab kontaktlar ro'yxatiga tezda 500 ming so'm tashlab turing, kechqurun qaytaraman deb yozadi. Ko'pchilik uyalmay so'ramaydi. Tanishim qiynalib qolibdi deb darhol pul yuboradi. Men tavsiya qiladigan eng oddiy tekshiruv. O'sha odamga ovozli qo'ng'iroq qiling. Agar javob bermasa, boshqa yaqindan so'rang. Hozir gaplasha olmayman, faqat pul yuboring degan xabar ko'pincha xavf belgisi. Nafaqaxo'rlar, katta yoshdagilar, texnologiyadan kamroq foydalanadigan odamlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki firibgarlar ularga pensiya qo'shimchasi, ijtimoiy yordam, davlatdan to'lov, tibbiy sug'urta,
kompensatsiya kabi so'zlar bilan murojaat qiladi. Masalan, 19 yoshli odamga qo'ng'iroq qilib, sizga 1 million 200 ming so'm yordam puli chiqdi. Kartangizni ulash kerak deyishadi. U odam xursand bo'ladi, ishonadi, karta raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodini aytadi. Natijada yordam puli kelmaydi. Aksincha kartadagi bor pul ketadi. Yoshlar ham xavf ostida. Chunki ular ko'p ilova o'rnatadi, onlayn savdo qiladi. O'yin, kurs, ish, freelance, kripto investitsiya, bonus chegirma kabi takliflarga tez duch keladi. Kuniga 200 ming so'm ishlang, telefoningizdan pul toping, oldin 100 ming so'm kiriting, keyin 700 ming so'm olasiz degan sxemalar aynan yoshlarni nishonga oladi. Bunday sxemalarda avval kichik foyda ko'rsatishadi. Masalan, siz 70 ming so'm kiritasiz, 70 ming qaytarishadi. Siz ishonasiz, keyin 500 ming kiritasiz, yana bir o'z qaytarishadi. Keyin 2 million so'm kiritganingizda hisobni ochish uchun yana komissiya to'lang deyishadi. Oxirida ham pulingiz ham vaqtingiz ketadi. Tadbirkorlar va savdo qiladiganlar ham ehtiyot bo'lish kerak. Soxta xaridor tovarni olaman, oldindan to'lov qilaman, mana havola orqali pulni qabul qiling deydi. Siz havolaga kirasiz. Karta ma'lumotini kiritasiz va pul qabul qilish o'rniga pul yo'qotasiz. Aslida kartaga pul qabul qilish uchun karta raqami yetadi. Hech qanday SMS kod, PIN kod, ilova paroli yoki maxsus havolaga kirish shart emas. Agar xaridor sizni havolaga kirishga majbur qilsa, bu shubhali. Kimlar unchalik xavotirlanmasligi mumkin? Agar siz hech kimga kod aytmasangiz, noma'lum havolaga kirmasangiz, bank ilovangizda 2 bosqichli himoya yo'qilgan bo'lsa, telefoningizda ekran qulfi bo'lsa, parollaringiz har xil bo'lsa, hujjatlaringiz rasmini begonalarga yubormasangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin umuman xavf yo'q deb bo'lmaydi. Rag'amli hayotda ehtiyotkorlik doimiy odat bo'lishi kerak. Ba'zan haqiqiy bank yoki davlat idorasi sizga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Masalan, karta operatsiyasi shubhali ko'rinsa, bank ogohlantirishi mumkin. Lekin bu yerda farq bor. Haqiqiy xodim sizdan maxfiy kodni so'ramaydi. Parolni aytishni talab qilmaydi. Telefoningizga dastur o'rnatishni buyurmaydi. Hozir darhol qilmasangiz hammasi ketadi deb vahima qilmaydi. Firibgar esa vaqt bermaydi. U sizni shoshiradi, qo'rqitadi, uyaltiradi yoki katta foyda bilan qiziqtiradi. Yana bir nozik jihat, ba'zi odamlar karta raqamini berish xavflimi deb so'rashadi. Oddiy karta raqamini pul qabul qilish uchun berish mumkin. Lekin karta raqami bilan birga amal qilish muddati orqa tarafdagi 3 xonali kod, SMS kod, PIN kod yoki bank ilovasi paroli berilsa, xavf keskin oshadi. Shuning uchun men odamlarni aniq ajratishga chaqiraman. Pul yuborishi uchun odamga karta raqami yetadi. Pul yetishi yoki sizning nomingizdan harakat qilishi uchun esa qo'shimcha maxfiy ma'lumotlar kerak bo'ladi. Ana shu maxfiy ma'lumotlarni hech kimga bermang. Telefoningizni boshqarish uchun yordamchi dastur o'rnatish ham katta xavf. Ba'zi firibgarlar muammoni hal qilish uchun telefoningizga dastur o'rnating, men ko'rsatib turaman deydi. U dastur orqali ekraningizni ko'rishi yoki telefoningizni masofadan boshqarishi mumkin. Siz bank ilovasiga kirsangiz, u ham ko'radi. Siz kod kiritsangiz, u ham biladi. Shuning uchun noma'lum odam aytgan dasturlarni o'rnatmang. Ayniqsa bank, kredit, soliq, jarima, karta bloklanishi kabi bahona bilan dastur o'rnatish so'ralsa, darhol to'xtang. Hujjat, rasmlar ham alohida masala. Pasport yoki ID karta rasmini har joyga yuborish mumkin emas. Ishga kirish. Bank xizmati, rasmiy shartnoma kabi asosli holatlar bo'lishi mumkin. Lekin lotereyada qatnashing, bonus olasiz, akkauntni tasdiqlaymiz, pul chiqaramiz degan noma'lum joylarga hujjat yuborish xavfli. Chunki keyin sizning ma'lumotlaringiz soxta akkaunt ochish, shartnoma rasmiylashtirish yoki boshqa firibgarliklarda ishlatilishi mumkin. Yana bitta muhim nuqta, qarzdorlik, jarima yoki kredit bo'yicha xabar kelsa, vahimaga tushmang. Avval rasmiy manbadan tekshiring. Masalan, bank ilovasiga o'zingiz kiring, soliq yoki jarima bo'yicha rasmiy portal orqali tekshiring, idoraning rasmiy telefoniga qo'ng'iroq qiling. Xabarda havola orqali emas. Brauzerga sayt manzilini o'zingiz yozib kiring yoki rasmiy ilovadan foydalaning. Firibgarning eng katta g'ururi shoshirishdir. Siz shoshilmasangiz uning imkoniyati kamayadi. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, bank kartalaringizni tekshiring. Har bir kartada SMS xabarnoma yoki ilova bildirishnomasi yo'qolgan bo'lsin. Kartadan pul yechilsa, darhol bilishingiz kerak.
Agar siz biror operatsiyani tanimasangiz, bankka zudlik bilan murojaat qiling va kartani vaqtincha bloklang. Ko'p bank ilovalarida kartani bir tugma bilan bloklash imkoniyati bor. Buni oldindan qayerda joylashganini ko'rib qo'ying. Ikkinchi qadam, bank ilovasi parolini kuchaytiring. Tug'ilgan sana mim.1, mim.2.34 telefon raqamining oxiri kabi oddiy kodlardan foydalanmang. Telefoningizda ekran qulfi bo'lsin. Iloji bo'lsa, barmoq izi yoki yuz orqali kirishni yoqing. Lekin baribir asosiy parolni hech kimga aytmang. Telefoningizni bolalarga, tanishlarga yoki ustaxonaga berganda bank ilovalari ochiq qolmasin. 3-qadam. Har bir muhim akkaunt uchun alohida parol ishlating. Messenger, elektron pochta, bank, davlat xizmatlari, ijtimoiy tarmoq parollari bir xil bo'lmasin. Chunki bitta sayt ma'lumoti tarqalib ketsa, firibgar shu parol bilan boshqa joylarga ham kirishga urinadi. 2 bosqichli himoyani yo'qing. Bu degani, parolni bilgan odam ham qo'shimcha tasdiqsiz kira olmaydi. 4-qadam. Yaqinlaringiz bilan kelishilgan xavfsizlik so'zini belgilang. Masalan, oilada kimdir pul so'rasa, avval telefon qilib gaplashish shart bo'lsin. Agar telefon qilish imkoni bo'lmasa, oldindan kelishilgan savol bering. Oxirgi marta qayerda uchrashgandik yoki uyimizdagi kelishilgan so'z nima? Firibgar buni bilmaydi. Bu juda oddiy, lekin amalda ko'p pulni saqlab qoladi. 5-qadam, shubhali holatda yozib oling va dalil saqlang. Agar sizga firibgar qo'ng'iroq qilsa, raqamni saqlang. Xabar kelsa, skrinshot qiling. Pul o'tkazgan bo'lsangiz, chekni saqlang. Qaysi vaqtda, qaysi raqamdan, qaysi karta yoki hisobga pul ketganini yozib qo'ying. Keyin bankka, ichki ishlar organlariga yoki tegishli tashkilotga murojaat qilganda dalil kerak bo'ladi. Kimdir aldadi deyishdan ko'ra, aniq raqam, vaqt, summa, skrinshot, chek bilan murojaat qilish samaraliroq. 6-qadam. Bankka murojaat qilganda aniq gapiring. Masalan, men falon vaqtda shubhali havolaga kirib, karta ma'lumotini kiritdim. Keyin falon summa yechildi. Kartani bloklashni, operatsiyani tekshirishni va ariza qabul qilishni so'rayman deb ayting. Agar kredit masalasi bo'lsa, men bu kreditni olmaganman. Tasdiqlash jarayoni bo'yicha tekshiruv o'tkazishingizni va rasmiy javob berishingizni so'rayman deb yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza raqamini oling. 7-qadam. Ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Arizada voqeani ketma-ket yozing. Qachon qo'ng'iroq bo'ldi? Kim deb tanishtirdi? Nima dedi? Siz nima qildingiz? Qancha pul ketdi? Qaysi karta yoki raqamga ketdi? Qanday dalillar bor? Hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Bu tekshiruvni osonlashtiradi. Agar bir nechta odam bir xil raqam yoki sxema bo'yicha murojaat qilsa, firibgarlik zanjirini aniqlash imkoniyati oshadi. 8-qadam. Ota-onangiz, buvingiz, bobongiz va texnologiyadan kam foydalanadigan yaqinlaringizga bu qoidalarni tushuntiring. Ularga hech kimga kod aytmang deyishning o'zi yetmaydi. Real misol bilan ayting. Masalan, agar kimdir pensiya pul chiqdi desa ham, bankdanman desa ham, militsiyadanman desa ham, SMS kodni aytmaysiz. Avval menga qo'ng'iroq qilasiz. Telefoniga sizning raqamingizni tez chaqirish uchun birinchi o'ringa qo'yib bering. Bank kartasini qanday bloklashni ko'rsating. Bu profilaktika eng kuchli himoya. 9-qadam. Ijtimoiy tarmoqlarda ortiqcha ma'lumot tarqatmang. Pasport rasmi, karta rasmi, chipta, shartnoma, bolalarning hujjatlari, manzil, doimiy joylashuv, uyda hech kim yo'qligi haqida postlar xavf tug'dirishi mumkin. Men oddiy odamman, kimga kerakman deb o'ylamang. Firibgarlar aynan ochiq ma'lumotlardan foydalanib, sizga ishonarli hikoya tuzadi. Masalan, siz yaqinda mashina sotayotganingizni yozgan bo'lsangiz, soxta xaridor bo'lib chiqishi mumkin. Farzandingiz chet elda o'qishni yozgan bo'lsangiz, farzandingiz muammoga tushdi degan qo'ng'iroq kelishi mumkin. 10-qadam. Pul kiritishdan oldin 3 ta savol bering. Birinchisi, bu taklif rasmiy va tekshirilganmi? Ikkinchisi, foyda juda oson va haddan tashqari katta emasmi? Uchinchisi, men pulni yo'qotsam, javobgar kim bo'ladi? Agar bugun kiritmasangiz, imkoniyat ketadi. Hech kimga aytmang. Kafolat 2%, pul 2 barobar bo'ladi degan gaplar bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Haqiqiy moliyaviy xizmatda xavf, shartnoma, litsenziya, manzil va javobgarlik aniq bo'ladi. Agar muammoga duch kelsangiz, murojaat matnini quyidagicha tuzishingiz mumkin. Avval o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni yozasiz. Ism, familiya, telefon raqami, yashash manzili. Keyin voqeani sanasi va vaqti bilan tushuntirasiz. Masalan, 2025 yil 10 mart kuni soat 20:da menga falon raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi.
o'zini bank xodimi deb tanishtirdi. Mendan SMS kod so'radi. Shundan keyin kartamdan 2 million 400 ming so'm yechildi. Keyin ilova qilinadigan dalillarni sanaysiz. Screenshot, chek, qo'ng'iroq raqami, karta operatsiyasi tarixi. Oxirida ushbu holat bo'yicha tekshiruv o'tkazib, qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman deb yozasiz. Agar bankka yozayotgan bo'lsangiz, albatta kartani bloklash, shubhali operatsiyani tekshirish, operatsiya bo'yicha rasmiy ma'lumot berish. Mening roziligimsiz rasmiylashtirilgan xizmat bo'lsa, uni tekshirish degan talablarni kiriting. Agar kredit nomingizga chiqqan bo'lsa, kredit shartnomasi, tasdiqlash usuli, IP manzil yoki qurilma ma'lumoti. SMS tasdiqlash va identifikatsiya jarayoni bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozing. Bu gaplar masalani aniqroq qiladi. Agar siz hali zarar ko'rmagan bo'lsangiz, lekin shubhali havolaga kirgan bo'lsangiz, darhol parollarni almashtiring. Bank kartasini vaqtincha bloklang. Ilovadan barcha qurilmalardan chiqishni tanlang. Telefonni antivirus yoki xavfsizlik tekshiruvidan o'tkazing. Agar noma'lum dastur o'rnatgan bo'lsangiz, uni o'chirib tashlang. Lekin bundan oldin bankni ogohlantiring. Chunki dastur o'chirilguncha ham ma'lumotlaringiz ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Bugungi asosiy fikr shuki, hozir pulingizni himoya qilish faqat bankning vazifasi emas. Sizning kundalik odatingiz ham juda muhim. SMS kodni hech kimga aytmang. Noma'lum havolaga kirmang. Shoshirib, qo'rqitib yoki juda katta foyda va'da qilib gapirgan odamlarga ishonmang. Har qanday muhim masalani rasmiy manbadan tekshiring. Yaqinlaringizga ham bu qoidalarni tushuntiring. Chunki firibgarlar ko'pincha eng ishonuvchan odamni nishonga oladi. Men sizdan iltimos qilaman, bu mavzuga befarq bo'lmang. Izohlarda yozing, sizga yoki tanishingizga shunday qo'ng'iroq. Xabar yoki firibgarlik urinishlari bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga ogohlantirish bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish ba'zan bir oilaning pulini, asabini va yillar davomida yig'an mehnatini saqlab qoladi.